Bu bugungi kunda bizning yoshlarimizga tushgan og'ir bir vabo bo'ldi ekan. Mana bu vaboning keynida shundoq bir omil va u bo'lsa-mu zina, fahisha, u bo'lsa-mu haroq, u bo'lsa-mu heroin, tamaka, mushundoq nashtarlar bizlarga sanjilib turibdi. Shayton shuncha suyunib ketayotgan bo'lsa kerak o'zining xizmatida. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Alloh subhanahu va taoladan tushgan vahyini bizga yetkazdi. U bo'lsa-mu Alloh subhanahu va taolo bizlarga dedikin: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Estağfurullah billah. Allah subhanahu ve taala aytib degan: "Ya ayyuhallazina amanu." Ey iymon etgan mu'minman degan, ey ishongan zotlar. Haqiqatda sizlar bilinglarki, haroq, qimor, tishlangan butlar, azlam sizlarning har xil qon ilishga tegishli, mayli rambolning yerga tashlab olgan bir necha o'zi toshlari bo'lsin, mayli yeyib olgan qartlari bo'lsin, mayli shishqon bo'lsin, mayli bir necha o'zi o'qiyoning o'qini o'zi bir nimaga sanchib qo'yib turib uningdan pol olgan bo'lsin, mushu pol ilishga vosita bo'ladigan hamma narsa umuman azlom bo'ladi. Bu narsalarning hammasi ansob deganimiz tiklangan narsalar bo'l. Endi ibodat qilish uchun tiklangan narsalar. Mayli u odamiy shaklda bo'lsin, hayvonlarning shaklida bo'lsin, mayli u tog' tashtlarning suratida bo'lsin, surasi bo'lsin, Allohni qo'yib ibodat qilgan narsalarning hammasi ansob bo'ladi. Bularning hammasi bilinglarki rijsum min amalish shayton. Shaytonning amalidanmi najis amaldir, najis qilmishlardir bu. Buni qat'iy qilishga bo'lmaydi. Shaytonning har qanday qilg'ini qilib bo'lmaydi. Ammo shaytonning eng ashaddiy najis bo'lgan qilmishlaridan bu najis qilmish bu. Buni qilib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'ylab qo'yganlarki, Alloh hamma narsani kechiradi. Shirki billohni kechirmaydi. U bo'lsa-mu ansob edi. Tishlangan butlaydi. Ochiq oshkorat oldiga tiklib olib, men mushunga cho'qinaman deganlik bu ashaddiy vahshiyona darajada Allohga osiy bo'lganlik, shirk keltirganlik bo'ladi. Nima uchun ansobni 3-chi o'rinda qo'yib qo'yib, 1-chi o'rinda aroqni sanaydi Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambar alayhissalatu vassalam dedi: "Al-hamru ummul khaba'is" dedi. Aroq butun chirkinchilikning, nijosatning, askinlikning onasi aroqdir dedi. Aroqdir. Shunga Alloh subhanahu va taolo mana buni eng oldiga qo'yib turib, shaytonning qilmishidanmi najis qilmishdir, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ana shu aroqdan, qimordan, butqi cho'qinishdan va rambolga polvozlikdan o'zinglarni tortinglarkin, shularga ishonishdan o'zinglarni tortinglarki, shundoq bo'lganda sizlar haqiqiy nijot topa olasizlar dedi. Maqsadga shunda yetalasizlar. Alloh subhanahu va taolo mushunda deb qo'yib, sizlar o'zinglarni bilib olsanglar bo'ladi deb to'xtamasdan Rahmanur Rahim zotga boshqa bizlarga texmi aniq bayon qilib aytadi ekan: "Innama yuridu ash-shaytonu an yuqi'a baynakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir va yasuddakum an zikrillahi va anis solati fahal antum muntahun." Haqiqatda ey bandalarim dedi Alloh, shayton shuni xohlaydi ekan, shuni iroda qilyapti ekan, u sizlarning oranglarga haroq va qimorni akirish orqali oranglarga tugumas adovat, o'shmanlikni yomratmoqchi bu xolos. Shuni o'rnatmoqchi oranglarga. Va yana sizlarni Allohning zikridan, namozdan to'sib qolmoqchi bu.
shuncha cho'ng ziyonlarni sanmoqchi bo'lyapti shayton mushu qurollar orqali sizlar ana shuningdan yeni olasizlarmi sizlar dedi. Yeni olasizlar demoqchi. Endi Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan gap anglaydigan bo'lsak, sahobalardan ba'zilari so'radi. Nimani haroq deymiz? Al-khamru ma khamara al-aql. Haroq degan tarixdan buyon bir haroq ishlab bir xil rangga kirgizib qo'yib, yo oq, yo qizil qilib qo'ygan bo'lsa, mushu ikkisini haroq bo'lib, mushularga shu ismi bo'yicha qo'yilgan bo'lsa, haroq deb atalgan bo'lsa haroq bo'lib, undan boshqasi haroq bo'lmaydigan ish yo'q. Haroq degan aqlingni bulg'agan har qanday narsa bo'ladigan bu haroqdir dedi. Buning ismi nima bo'lishidan qat'iy nazar, rangi nima bo'lishidan qat'iy nazar, buning quyuq-suyuqligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qanday iste'mol qilishingdan qat'iy nazar, nimadan chiqarib olishingdan qat'iy nazar, bu haroqdir. Haroqning hammasi haromdir. Ba'zilar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yoniga keldi. So'rdi: "Ya Rasululloh, bizlar tarafda ba'zi bir ichimliklar bo'lib, biz bularni bug'doydan yoki arpadan yoki qo'noqdan ishlaymiz. Uning ismi mizra. Mizradir dedi. Bu haroq emas, ismini mizra deymiz. Mana buni ichsak bo'lamdi deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam so'rdi ekan: "Ava muskirun huwa?" Umumas qilamdi deganda qala na'am. Sahaba dediki: "Na'am, bu boshni qiyitidir Rasululloh." Deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam dedikan: "Kullu muskirin haromun." Har qanday odamni mast qilgan, boshni qiyitgan narsalarning hammasi haromdir dedi. Va inna indallohi ahdan liman yashrabul muskira an yusqiyahu min qinatil khabal. Yana haromdir deb to'xtamasdan Payg'ambar alayhisolatu vasallam dedikan: "Betahqiq jazman shuni uqtirmankim, Alloh nazarida shundoq bir Allohning va'dasi bor ekan, haroq ichgan odamni Alloh subhanahu va taolo qinatul khabal degan nijosat bilan, nijislik bilan do'zaxga kirib, shu jahannamdan nijosatlar oqadigan bir ish bor edi. Ana shu jiringlardan sug'ormaguncha ularni qo'ymayman, ularni cho'qim shuningdan sug'uraman degan Allohning o'ziga o'zi qilgan bir va'dasi bordir" dedi Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Endi buningga qaraganimizda zamonimizdagi nurg'un ichimliklarga qarta bo'lgan o'xshash bo'lmagan ko'z qarashlarning barliq yutuqlarini Payg'ambar alayhisolatu vasallam oldin aytib o'tdi. Birinchi, haroq degan nima degan ta'birda har qanday bir mast qilgan narsaning hammasi haroqqa kiradi. Buningdan biz bilib oldikki, bu rangi oq, qizil, ola, yeshil bo'lishidan qat'iy nazar, sariq bo'lishidan qat'iy nazar, buning turqining quyuq-suyuq yoki og'zingga ko'mlash qilib tashlaydigan bo'lishidan yoki suyuq qilib ichadigan bo'lishidan, suradigan bo'lishidan qat'iy nazar, turaydigan bo'lishidan, chekadigan bo'lishidan qat'iy nazar, sizning aqlingni bulg'aydigan bu haromdir degan bo'ldi. Mayli uning ismi nima bo'lishidan qat'iy nazar. Arablar bir zamonlarda o'zining haroqlarga 100 dan ortiq ism qo'ydi. Madon dedi. Hatto salofatli odamga bo'ladigan bir gapimiz bor edi. Hatto aroqni salofat dedi bular. Salafa, savlat, salafa dedi. Nurg'un ismlarni qo'ydi bular. Mezirda deb boyaqa o'xshagan. Mushu ismlarning hammasidan hazar aylanglar dedi Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ismi boshqa bo'lishidan qat'iy nazar, buning ta'siri ana shunday odamni mast qilish bo'ladigan bu hamona aroqdir. Harom. Bu harom narsaning jiq ismi mast qilgan narsaning bir qatrisi haromdir. Bu bir ko'p ishgan bo'lsa, bir to'ng ishsan Oran masqiladigan narsa bo'lgan bo'lsa, bu masqildi, buning bir qatrisi harom. Ba'zi bir odamlar zodi bugungi kunda ishlanayotgan ba'zi narsalarga harommi, halolmi buningga zodi kaskin javob beringlar. Buni birini deb beringlar. Orib beringlar bizga harom bo'lsa qanday harom? Kaskin emas, hamma nimani harom deyavergili bo'lmaydi. To'g'ri.
bir nimani halol qilish yoki harom qilish bu Alloh va Rasulning